Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun Xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga chorshanba 12-avgust Qo'qon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Lacetti 1.8 1.6 lardan syomka qilganmiz. Qora, oq, mexanika, avtomat har xillaridan bor. Tayyor jentra qilinganlari ham chiqdi. 3000 dan atrofida ham Lacettilar bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda, kanalimizda mehmonlar ushbu kanalga ham albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Yangi kanalimiz, endi bu kanalga ham kunda videolar qo'yib boramiz. Xo'p, bugungi video roligimizni qop-qora rangidan boshlayapmiz azizlar. 2012 mi deydi buni aka? 2009 dan boshlayapmiz. Video davomida har xillardan bor, ko'rasizlar. 2009 1.8 ABS konditsioner metanlari bor. Yurgani qancha buni aka? 298 ming. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Zo'r aka, konserlarga ishlaydi. Konserlarga ishlayotgan 298 ming. Chexollar taqib qo'yilgan ekan. O'z mashinaning kraskasi ham u darajada ko'p emas ekan, so'rab ketamiz. 2009 metanlari bor. Xohlagan hujjat chiqaradi. 2009 Lacetti 1.8 298 ming yurgan. Kraskasi? Ko'kalinka bitta ish aka. Bitta detal to'liq sepilgan ekan. Beli sapachoklarda. Ha, ko'kalinkalar. Necha pul qo'yaylik aka? 4600 kam. 4600 kam bor. Hujjatlari xohlagani bo'laveradi. Bular agen bo'ladi. Variantga sotmaymizmi aka? Yo'q, variantga yo'q. Naqd pulga. Nomeringiz? Batr 99 99 870 870 0590 0590 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Xo'p azizlar, mana bugun Qo'qon avtomobil bozoridan 2-3 ta jentra qilingan Lacettilar syomka qilyapmiz. Bunisi 2013 tayyor jentra qilingan Lacetti 1.8 jentrani diskalarigacha qo'yilgan ekan. 2013 qancha yurdi aka? 109 ming yurgan. 109 ming yurgan mashina. ABS bor. Konditsioner yo'qmi? Konditsioner yo'q. Metan gazlari bor. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Hamma yo'q joyida. Salon holatlarini ko'ringlar azizlar. Mana monitorlar qo'yilgan ekan. 2013 tayyor jentra qilingan Lacetti 1.8. Qancha yurgan edi aka? 109 ming. Halol, o'ziniki yurgan. 2013 jentra qilingan. Kraskasi qanaqa aka? Tozaga qilinganmi? Detaldami? Kuzov bosilgan. Kuzov bosilgan. Kuzov tilnechi? Kuzov 23. 23. Demak 13 Lacettiga 23 kuzov bosilgan. Necha pul qo'yaylik narxini aka? 5,5 kam bor. 5,5 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi sir bo'lmasa? 4,3 olib sotar. 4300 dollarga foydalangani so'rashdi. Generalni berasiz? Ishonchli bo'lsa beriladi. Ishonarli odam bo'lsa, ya'ni jarimalarga tushib, miblarga ketib, qidiruv bitta narsalar bo'lib ketsa berilmaydi, to'g'risi. Hali trafikka tushib qolsa ham mabodo to'lab, O'ziga keltiradi. o'rnida yaxshi yuradigan odam bo'lsa, xohlagan hujjat qilib berilaveradi. Nomeringiz? 50 50 270 270 69 69 69. 250 269 aloqaga chiqaverasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka navbatdagi Lacetti'miz. Aka, buni yurgani qancha bo'ldi? 252 ming yurdi. O pakeleni metan ekan-a? Motor hadovoy korobkalari? Yaxshi. Balonlarni yonidan ko'ringlar. Xo'p, lyuklari mana ishlab turibdi. Shumka bor ekan-a? Salon holatlari mana avtomat korobka. Yaxshi. 100 talik temir metan gaz. 2010 252 ming yurgan 3-pozitsiya avtomat korobka. Kraskasi? Ozgina shu mana naqasda bu, keyin eshikda betida bor. Bunaqa qattiq bor. Bo'ldi. Bitta petno, bitta eshik kraska. Necha pul qo'yiladi aka? U ham to'liq emasmi? Bo'ldi. Necha pul qo'yiladi aka? 5700. 5700 kami bor, a? Bermaganingiz bo'lmadimi sir bo'lmasa aka? 5000 so'rashyapti. Hujjatlari nima bo'ladi? Hujjatlar generalniy Xohlagani bo'laveradi. Nasiyaga sotmaysizlarmi? Faqat naqd pul. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91 144 44 30 raqamiga murojaat qilasizlar. 252 ming yurgan 2013 pozitsiya avtomat korobka. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi. Xo'p. 2012 ABS bor, konditsioneri, metan gazlari bor. 2012 yurgani 430 ming atrof ekan. Aka, motor hadovoy korobka yaxshimi? Ichlari chexollar yangi taqib qo'yibsizlar,
430 mingdan ko'proq yurdi dedingiz a? 433 mingga yurgan ekan mashina. Metan gazlari bor mashinada. Xo'p. Shuma izolyatsiya qilingan. 2012 polni shumka qilingan 433 ming yurgan mexanika. Kraskasi necha foiz aka? 30%. Suvagi butunmi? Necha pul qo'yaylik buni? 5,5 mingdan o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? O'zimiz nomimiz. Xohlaganini qilib beraverasiz. Faqat naqdmi yoki variantga ham berasizmi? Kelishinglar. Telefon nomeringiz? 91 141 6700. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2012 Lacetti Euro 8 qatoridan davom etamiz azizlar. 2009-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi. Tayyor Gentra qilingan bunisi ham. Avtomobil 350 ming kilometr bosib o'tibdi. ABS bor. Konditsioneri ovorilgan ekan, metanlari bor. Amerikanga qo'yilgan. Aka, motor asfalt qilmaydimi? Motor asfalti yo'q. Salon holatini ko'ringlar. Dehqonchilik. Metanlar. Bo'ldi. 2009 350 ming yurgan. Gentra qilingan Lacetti Euro 8 mexanika korobka. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi Gentra qilgan tomdan past qilmadi-ku. Tushunmaydi, tomdan pastga. Tomdan past sepilgan. Suvagi butun lekin. Butun. Necha pul qo'yaylik buni? 4,5 ming so'rayapmiz. 4,5 ming kami bor. Ha, bor. Hujjatlari-chi? Dubli bo'ladi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Xo'p. Variantga bermaysizmi? Yo'q, naq. Naq pulga nomeringiz? 90lik. 90lik 550 550 47 47 08 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Lacetti'miz 2011 lekin 1.6 avtomati bilan bosilgan. 1.8 bo'ladi, bular bilasizlar. 2013lar endi avtomat korobkasi 1.6 bo'ladi. Hozir bu 1.8 bosilgan. 1.8 o'zi korobkasi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi. Avtomat qilingan o'sha avtomat korobka 1.6 niki ekan. 1.8 motor lekin. Yurganini qancha dedingiz? 270 ming yurgan. 270 ming yurgan azizlar, 2011 1.6 korobka bosilgan ekan. Bu 2011 270 ming yurgan. 1.8 lekin 1.6 korobka bosilgan. Kraskasi qanaqa? Avtomat korobka. Orqa eshigi bilan ikkita petnosi bor. Orqa eshik to'liq sepilgan, plus ikkita petno. Necha pul qo'yaylik aka? 5800 kami bor. 5800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi sir bo'lmasa? Hujjatni nima qiladi? Hujjati bo'laveradi, o'tkazib ham Generalni ham chiqaradi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 94 552 552 04 04 47 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2005 navbatdagi Lacetti'miz 1.6 bu. 2 motormi? 2 motor azizlar. Xo'p. Buni yurgani ma'lummi yo? 710 ming yurgan. Motor hadovoy korobkasi-chi? Ish yo'q, 710 ming yurgan ekan. Lacetti ishqibozlari uchun azizlar. Ichki holatlari yaxshi. 710 ming yurgan mashina. Gazlari metana buni. 710 ming yurgan 2005 ekan. Kraskasi qanaqa? 20-30% bor. Suvagi butun. Necha pul qo'yaylik buni aka? 4200 deyapsiz aka. 4200 aytyapsiz. Generalni chiqam chiqmaydi? Yo'q, chiqmaydi. 30 Nomiga o'tkazib olish kerak. Faqat naqqami yoki variantni ham beraverasizmi? Necha pulga bermadingiz aka sir bo'lmasa? Bozor qilgan yo'q aka, narxi o'tsa. Bo'ldi, nomeringiz? 90lik 365 20 aloqaga chiqaverasizlar. Puli yengil tayyor Gentra qilingan Lacetti so'raganlarga bitta 2006 dan ko'rsatamiz. 2006 ha buni yili. 2006 1.6 motor. Xo'p. Bez nomer. Ya'ni bemalol hujjati bor demoqchi ekanmiz. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Zo'r. Ruxsatnomasi-chi? Genda yuramiz, gendan keyin chiqadi. Gendan keyin chiqaradi.
ichki holatlarini ko'ringlar. Yaxshi. Bo'ldi, 2006. Kraskasi qayerda buni? Kaltayi yo'q. Bir qator sepilganmi yo oldimi? Bir qator sepilgan. Suvagi butun. Nech pul qo'yaylik narxini? 3200 dollar kami bormi? 3200 ha? Kami bor. Hujjatlari-chi? Hujjatlari 90 yildan keyin chiqaveradi. Generalli bo'laveradi. Nomeringiz? 90li 566 566 19 19 06. 06. Faqat naqqa sotamizmi? Aloqaga chiqaverasizlar. Bermaganingiz bo'lmadimi? Bo'ldi. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2011 navbatdagisi 3-pozitsiyada avtomat korobka. Yurgani qancha bo'ldi? 39 ming yurgan. 39 ming yurdi endi. 39 ming halol yurgan. Azizlar 39 ming yurgan Lacetti chiqibdi. 2011. Oberqa bu yerlari ham o'ziniki, radnoy kraska. Bu ferigacha radnoy. Ruxsatnoma bormi, tugadimi? Ruxsatnomasi. Sizga puli bor. Assalomu alaykum, hormatlar. Bozorda bittasidan chiqib qolibdi-da. 39 yurgan ha. Magnitofon ham o'zi 100 da atrof turadi qog'ozga. Men maqtasam ham past yursam ham foydasi yo'q. Borini tushuntirib beryapman azizlar. Gaz ham qo'yib qo'yibsiz propan. Ha, propani bor. 2011 39 ming yurgan, tozami? 100%. Toza kraskasi 100%. Rektokasi ham yo'q. Nech pul qo'yaylik endi buni? Puli qizida baribir. 9400 dan ozgina tushib beradi. 9400 dan ozgina tushib beriladi. Hujjatlar nima bo'ladi? Gensa gen, afalmisa afalmisa. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantga bermaysizmi? Yo'q, variant yo'q. Bor, nomeringiz? 94lik 94 564 3903 3903. Qiziquvchisi bo'ldimi, bo'lmadimi? kelyapti. Bermaganingiz 8900 gacha pul ko'ribdi. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi. Mexanika korobka, ABS bor, konditsioneri, metan gazlari bor. Yurgani qancha buni? 500 ming yurgan. Motor asfotmaydimi? Ozmoz rasvoti bor ekan. Endi tekshirtirib olaverasizlar hamma joylarini. 2012 Lacetti 1.8. Gazi temir aka. Gazlari temir. Ana metanlari bor. 2012 500 mingdan ko'proq yurgan mexanika. Kraskasi qayerda? Kraskasi bor aka. Necha foizga baraka bo'ladi aka? 46 dan o'tib beraveramiz aka. 4600 kami bor. Kraskasi necha foiz bo'ladi? Kraskasi точно bilmayman aka. O'zim haydadi. Bo'ldi, 4600 dan o'tib berasizmi, bo'lishimi? 4600 dan o'tib berasizmi, O'tib bo'lishimi? beramiz aka. O'tib berasiz. Hujjatlari-chi? Hujjatlari genchi bo'ladi. Xohlagani bo'laveradi, ha? Telefon raqamingiz 50 50 027 027 60. 40 60. Faqat naqamaki yo nasiyaga berasizmi? Faqat naqd pulga aloqaga chiqaverasizlar. 4600 dollardan ozgina o'tib berilar ekan. 2012-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora rangidan yana bitta. Yurgani qancha bo'ldi? 410 ming bo'ldi-da. 410 ming bo'ldi. 400 ming bo'lganda motor qilganmiz noldan yangi. Ha, demak, yangi motor qilingandan keyin 10 ming atrofi yurdi. Motor hadovoy korobkada ishi yo'q demak, ha aka? Konditsioner ishlab turibdi. Gazi metanmi? Xo'p, 2012 410 ming yurdi. Kraskasi qayerda? Kraskasi orqasidan oldida ham bor, 40% ichiga o'tmaydi. 40%. Suvoy butunmi? Nech pul qo'yaylik aka? 4000 kami bormi? Bo'lishi. Hujjati generali chiqadimi? Variantga sotmaysizmi? Faqat naqd. Nomeringiz? 50 955 49 Ha, 40 90. Aloqaga chiqaverasizlar.